Bo'ldi, yozib olish boshlandi. Hop, demak, kitobga qaraylik. Natural sonlarni qo'shish. Oddiy tayma-tay qo'shishdan, shunga o'xshash narsalardan ko'rib ketaveramiz. Buni ochib olsak, shularni natural sonlarni qo'shishdan sekin rivojdan olib ketamiz. Qaranglar. Hop, birinchi nomini bilib olaylik. Mana mayga ko'rsatib qo'ygan o'sha harflar bilan ifodalab olamiz, shu bilan davom ettiraveramiz. Demak, A plus B teng S deydi. Bu yerda A bilan B'ni nomi ikkalasi ham qo'shiluvchi deb ataladi. Qizilda yozaman, qo'shiluvchi. A ham qo'shiluvchi, B ham qo'shiluvchi deyiladi. Agar uchinchi son qo'shilayotgan bo'lsa, u ham qo'shiluvchi deyiladi. Shunchaki birinchi qo'shiluvchi, ikkinchi qo'shiluvchi deb kelsak bo'ldi. Tushunarli ketilaveradi. Endi S'da oxirida chiqadigan javobni yig'indi deymiz. Mana S yig'indi bo'ldi. Agar 3 ta bo'lganda uchinchi qo'shiluvchi, 4 ta bo'lsa bu birinchi qo'shiluvchi, bu ikkinchi qo'shiluvchi bo'ldi. 3 ta bo'lsa uchinchi, to'rtinchi qo'shiluvchi deb ketadi. Endi masalalarda shularga oid misollar ham berishi mumkin. Shuning uchun nomini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Endi bunaqa qiyin nimasi yo'q. Faqat qo'shishdan iborat bo'lyapti bu misollar. Shuning uchun misollardan ishlab ketaveramiz. Asosan tayma-tay qo'shishlardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Misollardan ko'rib ketaveramiz. Qaranglar. 6 ta 4 tali misollarni beribdi ekan, ikkitadanni hammasini ishlab ketishga harakat qilaman. Birinchi 82 da nima deyapti? Son nurida A8 nuqtani va undan 7 birlik o'ngda joylashgan B nuqtani belgilang. Son nurida B nuqta koordinatasi nechaga teng bo'ladi deyapti. Hop, 82. Son nurini chizamiz. 0 dan boshlaymiz hozir. Mana shu ko'rinishda son nurini chizyapmiz va 0 dan boshlab 1, 2, 3 bo'lib ketaveradi. Shunaqa holatda ketaveradi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bo'lib ketaveradi. Shunaqa holatda cheksiz holatga yetadi bu. O'ng tomonga qarab cheksiz ketyapti hozir. Endi qaranglar, son nurini hozir aytayotgani bo'yicha chizadigan bo'lsak, masalan, sharti bo'yicha chizadigan bo'lsak, ya'ni A nuqtani 8 ni belgilang deyapti. Mana bu yerda tasavvur qilamiz. 0, 1 qilib rivojdan olib ketishimiz shart emas. Men A nuqta deyman-da va 8 deyman. Endi nuqtada undan 7 birlik o'ngda joylashgan. O'ng tomonga 7 birlik surishim kerakmi? 8 ga 7 ni qo'shib qo'yaman. 8 ga 7 ni qo'shsam 15, B nuqtamiz demak 15 da joylashgan ekan. B nuqtani belgilash. So'ngda sonlar nurda B nuqta koordinatasi nechaga teng bo'ladi? 15 ga teng bo'ladi. Bo'ldi javob. 8 ga 7 ni qo'shishni so'rayapti degan xulosada. Hop, 83 endi. 83. Hop, 83. Bu yerda 6 ta misol beryapti, oxirgisini D bilan G da ishlab qo'yaman buni. D 27 3 3 0 qo'shilgan 1 3 6 0. Endi bularni tayma-tay yozib qo'shishimiz kerak. Qaranglar. 3 3 0. O'ng tomonni qaranglar. O'ng tomondan baqa qarab yozib ketaman. Buni ham o'ng tomondan yozib ketaman. 0 6 3 1. Sababi tayma-tay yozayotganda o'ng tarafi to'la turishi kerak. O'shanda adashmasligi uchun o'ng tomondan yozib ketdim. Qo'shamiz. 0 ga 0 ni qo'shsak 0 chiqadi. 3 ga 6 ni qo'shsak 9 chiqadi. 3 ga 3 qo'shsak 4, 3 ga 3 qo'shsak 6 bo'ladi. 7 ga 1 ni qo'shsak 8, 2. Mana javob chiqdi. Shu holatda o'ng tomondan boshlab chapga qarab yurib qo'shib ketsak bo'ldi. Hop, G'sini ishlab qo'yamiz. 9 7 7 200 qo'shilgan 127.033. 9 7 7 200. O'ng tomondan boshlab yozaman. 3 3 0 7 2 1. Rosa to'g'ri keladi. Qo'shamiz. 0 ga 3 ni qo'shsak 3, 0 ga 3 ni qo'shsak 3, 2 ga 0 ni qo'shsak 2, 7 ga 7 ni qo'shsak 14, 4 ni yozamiz bir tilda. 7 ga 2 ni qo'shsak 9. Qaranglar. 7 ga 7 ni qo'shganimizda 14 deyapmiz. 14 ni 4 yoziladi har doim. Biri dilda qoladi. 14 dagi 4 ni yozamiz, biri dilda qoladi. 7 ga 2 ni qo'shsak 9. 9 ga dildagi 1 ni qo'shsak 10 bo'ladi. 10 ni 0 ni yozamiz, yana bu biri dilda qoladi.
Mu 0 ketyapti, biri dilda qolyapti. 9 ga 1 qo'ysak 10, dildagi bilan 11. Oxirgisi bo'lsa yozib qo'yamiz. Mana javob chiqdi. Demak, 1104 233 ekan javob. Tushundingmi? Xo'p, endi keyingilardan qaranglar. 84 da. 84 da nima deyapti? 84 ni bittasini ishlab qo'yaylik yetarli. 84. Sonlarni yig'ilsin. Xullas, mana shularni orada vergul bilan ajratdi. Hammasini qo'shish qilib ishlashimiz kerak ekan. Hammasini qo'shish qilib ishlaymiz esda. 40 5 1 1. Qo'shilgan bir yo'l qo'shish deb yozib ketaveraman. 38872. Qo'shilgan 294. Qo'shilgan 77062 bo'ldi. Xo'p, qaranglar. Faqat qo'shishda iborat bu. Ayirma yoki bo'lish, ko'paytirish ishtirok etmagan. Faqat qo'shishdan iborat bo'lsa, to'ralasini birgalikda tayyorlab yozsak bo'ladi. Mana 40 5 1 1. 38 ni o'ng tomonda boshlab yozaman. 2 7 8 8 3. Keyingisini ham o'ng tomonda boshlab yozaman. 4 9 2. Oxirgisi endi 6 2 6 0 7 7. To'ralasini yozdimmi? To'ralasini tayyorlab yozganimni qo'shib olaveraman endi. 1 ga 2 ni qo'shsak 3. 3 ga 4 ni qo'shsak 7. 7 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 9 ekan yozamiz. 1 ga 7 ni qo'shsak 8, 8 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak 17. 17 ga 6 ni qo'shsak 20 23 bo'ladi. 3 ni yozamiz. 3 ni yozamiz ikkisi dilda. 23 da endi mana 3 ni yozyapmiz, ikkisi dilda qolyapti. 5 ga 8 ni qo'shsak 13. 13 ga 2 15, 0 qo'shilyapti, yana 15 bo'laveradi. Dildagi 2 ni qo'shadigan bo'lsa 17. 7 ni yozamiz, yana ikkisi dilda. 0 ga 3 8 ni qo'ysak 8, 8 ga 7 15, dildagi 2 bilan 17. 7 ni yozamiz, 1 dilda. 4 ga 3 qo'ysak 7, 7 ga 7 14, dildagi bilan 15. Mana javob chiqdi. Birdaniga shunaqa qilib ishlab qo'ysak bo'ladi. Faqat qo'shishdan iborat bo'lsa. Tushundingmi? Bo'ldi, yozib olish davom etyapti. Ekran ketyapti, ovoz bor. Bitta qarab qo'ydik. Keyingisi qaranglar. 85-mashq. 85 da mahsulot yanvar, fevral, mart jam. Qaranglar, bu ham jamini beryapti, bu tomoni ham jamini beryapti. Ya'ni bu uchalasini stollarda jamini hisoblash uchun bu 3 ta sonni, mana kursorda yuryapman, shu tomonga nisbatan qo'shimlarga hisoblab yozishimiz kerak. Bu uchalasini qo'shib, bekka yozishimiz kerak. Bunaqasiga qo'shib, bekka yozishimiz kerak. Endi yanvarda jami qancha bo'lsa, ustun bo'yicha qo'shib borishimiz kerak. Uchalasi qo'shilishi kerak bo'lyapti. Xo'p, yaxshi. Stolni qo'shaylik. Birinchisini qo'shaylik. Hammasini qo'shamiz. Taymada yozaman. Mana 3 ta sonni taymada yozaman. 1 5 7 6 4 0 0. Keyingisini o'ng tomondan yozaylik. 0 0 4 5 6 4 1. Uchinchisini ham yozib olamiz. 0 0 5 8 9 7 1. Qo'shamiz. 0 0 4 ga 4 qo'shsak 8, 8 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak 13 bo'ladi. 3 ni yozamiz bir tilda. 6 ga 5 11, 11 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 11 ga 8 qo'shsak 19, 19 ga 1 ni qo'shsak 20, 20 0 ni yozamiz, endi ikkisi tilda bo'ladi. 7 ga 6 ni qo'shsak 13, 13 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsa 22. 22 ga 2 ni qo'shamiz, 24, 4 ni yozamiz ikkisi tilda. 5 ga 4 ni qo'shsak 9, 9 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak 16, 16 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 18, 8 ni yozamiz bir tilda. 1 ga 1 2, 2 ga yana 1 qo'shilyapti 3, tildagi bilan 4. Demak, mana sonimiz chiqdi bizda. Bittagi sonimiz. Ya'ni 4 8 4 0 3 0 0 ekan. Endi yanvardagini qo'shaylik, bu uchalasi qo'shilishi kerak bo'ladi. Yanvardagi. Xo'p, demak, ustun bo'yicha uchovini qo'shamiz. Birinchisi yozyapman. 1 5 7 6 4 0 0. Endi keyingilarni qaranglar-da, boshqa bilan ish qilaylik.
Buni kattalashtiraylik. O'zi bunday olib qarasa, mana tama-ta yozib bo'linganda tayyor. Mana sonlar tama-ta yozib bo'lingan. Mana shular chetda qo'shib qo'yamiz. Uchovini qo'shadigan bo'lsak 0 bo'ladi. Bular uchovini qo'shsak 0 bo'ladi. 4 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsa 9, 9 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsa 14. 4 ni yozamiz 1 tilda. 6 ga 1 ni qo'shsak 7, 7 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak 16, 16 ga dildagi 1 ni qo'shsak 17, 7 ni yozamiz yana 1 tilda. 7 ga 5 12, 12 ga 7 19, 19 ga dildagi 1 ni qo'shsak 20, 0 ni yozamiz endi 2 tilda. 5 ga 9 ni qo'shsak 14, 14 ga 4 18, 18 ga 2 ni qo'shsak 20, 0 ni yozamiz 2 tilda. 1 ga 2 ni qo'shsak 3, 3 ga 1 ni qo'shsak 4 dildagi bilan 6 mana javob chiqdi. Bularda ham uchovini qo'shib qo'ysak bo'ldi. Demak, bunaqasiga qo'shib boramiz o'ng tomon qatori bo'yicha, ustuni bo'yicha qo'shib qo'ysak bo'ldi. Hammasini jamini hisoblab olganmiz. Yaxshi. Yuqorida jadvalda xuddi shuni aytyapti o'zi. Xo'p, endi 85 bo'ldi, 86. A shahardan B shaharga qanday yo'llar bilan borish mumkin? Aniqlang. Har bir yo'lning uzunliklarini toping va ular orasidagi eng qisqa yo'lni aniqlang. A shahardan B shaharga. Qaranglar. A shahardan birinchi A dan D ga, D dan O ga, O dan N ga va N dan M ga, ya'ni ne holatda borishimiz mumkin? A, D, O, N, B borish mumkin. Ya'ni O, A, D, D ga O'dik, keyin O ga M orqali ham borish mumkin. Va oxiri B ni qo'shishimiz kerak. Ya'ni A, D, O, M, B borishi mumkin. Va tepadan yuramiz. A dan S ga, S dan O ga, O dan M ga va M dan B ga. Shu ko'rinishda ham boshqa bo'ladi. Ya'ni A, S, O, M va B holatda. Va A dan S ga, S dan O ga va pastga qarab yurib borish ham mumkin. Ya'ni A dan S ga, S dan O ga, O dan N ga hamda B ga qarab yurishimiz ham mumkin. Qaranglar. Qo'shamiz endi. Bittasini o'zi hisoblab qo'yib yo'llardan biri A dan S ga, S dan O ga, O dan M ga va M dan B ga uzunliklarini qo'shib hisoblab qo'ydi. 110 kilometr chiqibdi. Endi qolganlarini biz hisoblaymiz. Mana mana shu yerga yozib qo'yaman. Xo'p, A dan D ga, D dan O ga va N ga va B ga shu holatni yozamiz. Uning uchun A dan O gacha 19 qo'shilgan, D dan O gacha 42 qo'shilgan, O dan N gacha 35 qo'shilgan, N dan B gacha 21. Shu uchovini qo'shamiz. Bu tomonda alohida yozgan jarchigini. 85, 86. Demak, birinchi bo'lib A, D, O, N, B teng bo'lyapti. A dan D gacha 19 qo'shilgan, D dan O gacha 42 qo'shilgan, O dan N gacha 35 qo'shilgan, N dan B gacha 21. Shu uchalasini qo'shamiz. Xo'p, qaranglar, bir boshdan tama-tama yozib qo'shamiz. Uchovini to'ralasini birdaniga yozaveramiz. 19, 42, 35 va 21. Qo'shyapmiz uchovini. To'ralasini. 9 ga 2 11, 11 ga 5 16, 16 ga 1 qo'shsak 17, 7 sinamiz 1 dilda. 1 ga 4 5, 5 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 8, 8 ga 2 ni qo'shsak 10 dildagi 11. Ya'ni bu 117 chiqadi. Keyingisi A, D, O, M, B ni hisoblaymiz. Unda yana A dan D gacha 19 plus D dan O gacha 42 plus D dan endi M gacha 36 bo'ladi. Qo'shilgan, keyin M dan B gacha 17 bo'lyapti. M dan B gacha 17 teng. Shuni hisoblaymiz endi. Ularni ham tayma-tay qo'shaylik. 19, 42, 36 va 17. Qo'shamiz. 9 ga 2 11, 11 ga 6 17, 17 ga 7 24. To'g'ri yozamiz 2 dilda.
1 ga 5 ni qo'shsak, 1 ga 4 ni qo'shsak 5, 5 ga 3 8, 8 ga 1 9 dildagina 11, 114. Keyingisi endi. Keyingi yo'lga o'tamiz. A, S, O, M, B. O'zi hisoblab qo'yibdi. Buni 110 A, S, O, N, B ga o'tamiz endi. N, B. Hisoblaymiz. A dan S gacha 39, 110 ida mana. Plus S dan O gacha 18 qo'shilgan. O dan N gacha 35 qo'shilgan. N dan B gacha 21 hisoblaymiz. 39 qo'shilgan 18, 35, 21. 9 ga 8, 17, 17 ga 5, 22, 22 ga 1 qo'shsa 23. 3ni yozamiz. Ikkisi dilda. 3 ga 1 4, 4 ga 3 qo'shsa 7, 7 ga 2 ni qo'shadiganimiz 9 dildagina 11. 113 bo'lar ekan. Va eng qisqa masofamiz o'zi javobda bergan, mana namuna sifatida ko'rsatgani bo'lyapti. A, S, O, M, B lar bo'ladi. 110 ekan. Xo'p, keyingisi. 87. 87. D bilan G ni ko'rib qo'yamiz. Ikkovini tayma-tay qo'shaylik bu. D da hisoblayapmiz. D. 26 507. 507 0 6 7 1 qo'shamiz. 7 ga 0 qo'shsak 7, 0 ga 6 ni qo'shsak 6, 5 ga 7 ni qo'shsak 12, ikkisini yozamiz 1 dilda. 6 ga 1 7 dildagina 8. Ikkini olib tushamiz. Bo'ldi, javob chiqdi. Bir yo'li tayma-tay yozaver. G'si. Berilishni yozib o'tirganim. Buni ham bir yo'li G'ni ham tayma-tay yozaman. 39 523 0 7 6 6 bo'lyapti. Qo'shamiz. 3 ga 0 ni qo'shsak 3, 7 ga 2 ni qo'shsak 9, 6 ga 5 11, 1 ni yozamiz 1 dilda. 9 ga 6 15 dildagina 16, 6 ni yozamiz 1 dilda. 3 ga 1 ni qo'shib qo'ysak 4. Mana javob. Yaxshi. 88. G'ni ishlab qo'yamiz. Qaranglar. Hammasini orasiga qo'shish, yig'indini toping deyapti. Demak, hammasiga qo'shib qilib yozaman. 260 qo'shilgan 35 0 7 0 qo'shilgan 63 0 6 qo'shilgan 32 ga oxir. Shularni hammasini tayma-tay yozaveraman birdaniga. Chunki hammasida qo'shish bor xolos. 6 0 3 6. Oxirida 32. Qo'shamiz. O'ng tomondan boshlab qo'shaveramiz. 0 ga 0 0, 6 ni qo'shsak 6, 2 ni qo'shsak 8, 7 ga 6 15, 13, 13 3 qo'shsak 16, 6 ni yozamiz 1 dilda. 2 ga 3 5 dildagi bilan 6. 5 ga 6 ni qo'shsak 11, 1 ni yozamiz 1 dilda. Va 3 ga dildagini qo'shib qo'ysak shu javob chiqadi. Teng 41 6 6 8. Keyingisi. 4-rasmdagi kalit uzunligini toping. 4-rasmdagi kalit uzunligini toping. Qaranglar. Hop. Mana bu yerda 4 dan 5 gacha 1 bo'ladi. Yaqinlashtiringlar, xarob bo'lib qoldi. Qaranglar. Har bitta mana oralig'i 1 ga teng. 1, yana bitta 1, 1, 1, 1. Va bu yerda yarim turibdi bitta. Bu yerda ham bitta yarim turibdi. Bu ikkalasi bitta 1 deb beraveradi. Birlasini sanaymiz. Ikkita yarimimiz bitta 1 bo'lyapti. Ikkinchi 1, 3, 4, 5 va 6-bir bo'lyapti. Jami birlar soni 6 ta bo'ldi. Demak, ularni yig'imiz ham 6 bo'laveradi. Kalit uzunligini toping degan, to'xtanglar. Men hozir nima uzunligini topibman. Kalit uzunligi qayerda turibdi? Boshlanishi 4 da turibdi ekan. Mana yerda turibdi. Oxiri 9 da turibdi mana. Chincha farqiga o'xshab turibdi, endi 9 da olaveramiz. Necha bo'lyapti? 1, 2, 3, 4, 5 sm bo'lyapti. Demak, kalit uzunligi 5 sm. Xo'p, keyingisi. Masalasini ko'raylik endi. Asilbek Shohrux pomidor terishdi. Asilbek qancha terishdi ekan? 12 kilogramm
750 gramm. Shohrux esa Asilbekdan 8 kilogramm 500 gramm ko'proq. Xo'p, Shohruxni tergani, Asilbekni tergani 8 kilogramm 500 gramm ko'proq ekan. Atay tagiga yozdim, sababi qo'shaman bilan. Qo'shsam, shuncha ko'p ekanmiz, Shohruxniki chiqadi. 0 ga 0 ni qo'shaylik, 0. 7 ga 5 ni qo'shamiz, 5. 7 ga 5 ga 0 ni qo'shyapmiz, 5. 7 ga 5 ni qo'shsa 12 ikkisini olsangiz 1 dilda. Endi dilga mana kilogrammga o'tib ketaveradi. 2 ga 8 qo'shsak 10, dildagini 11 bo'ladi. 1 ni yozamiz, 1 dilda. Mana 1 ga dildagini qo'shib qo'ysa 2, mana kilogramm. Bunisi gramm bo'lyapti. Ya'ni Shohrux tergani 21 kilogramm 250 gramm bo'lyapti. Ularning jami necha kilogramm deyapti. Endi bu Shohrux tergani. Bu Asilbek tergan. Ikkovini qo'shadigan bo'lsa jami chiqadi. Qarang, yana taymad yozaman. 12 kilogramm 750 gramm. Keyingisi 21 kilogramm 250 gramm. Gramm tagiga grammni, kilogramm tagiga kilogrammni yozamiz. Gramm 0 ga 0 ni qo'shsak 0. 5 ga 5 10, 0 ni yozamiz 1 dilda. 7 ga 2 ni qo'shsak 9, dildagini 10, 0 ni yozamiz 1 dilda. 2 ga 1 ni qo'shsak 3, dildagi bilan 4. 1 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsa 3 kilogramm. Demak, mana grammini yo'qotib olib 34 kilogramm terishibdi deb qo'ysak bo'ladi. Shuni o'zi yetarli bo'ladi. Tushundingmi? Keyingisi. Qaranglar, bitta maydalar mashlarni ham ko'rib chiqamiz. Birinchisini berilishini yozaydi. 92. Asi. Hop, 4 ko'paygan 10.000 plus 2 ko'paygan 1000 plus 1 ko'paygan 100 plus 9 ko'paygan 10 plus 3. Qaranglar. Mana 4 ko'paygan 10.000 40.000 ni beradi. 2 ko'paygan 1000imiz 2000 ni beradi. Plus 1 ko'paygan 100imiz 100 ni beradi. 9 ko'paygan 10imiz 90 ni beradi. Plus oxiri 3 bo'ladi. Qaranglar, bittadan kamayib boradi. Taymata yozsa mana holat bo'ladi. Bitta ko'rib olib, ag'ini og'zaki ishlab ketsa bo'laveradi. Shunga mana 4 ko'paygan 10.000imiz 10.000lar xonasida qaysi raqam borligini bildiradi. 2 ko'paygan 1000imiz minglar xonasida qaysi raqam borligini bildiradi. 1 ko'paygan 100imiz yuzlar xonasida qaysi raqam borligini bildiradi. 9 ko'paygan 10imiz o'nlar xonasida qaysi raqam borligini. 3 ko'paygan 1 bo'lyapti. Endi 3 ko'paygan 1imiz birlar xonasida qaysi raqam borligini bildiradi. Shundan kelib chiqib, hop, birlar xonasida 3 bor ekan, o'nlar xonasida 9 bor ekan, yuzlar xonasida 1 bor ekan, minglar xonasida 2 bor ekan va 10.000lar xonasida 4 bor ekan deb ishlab qo'ysak ham bo'laveradi. Taymata yozganimda bu narsa isbotlanib qoladi. Tushundingmi? Endi qaranglar, xuddi shundan kelib chiqamiz. Mana bu yerda birlar yaqinlashtiramiz. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10.000lar, 100.000lar, millionlarmi? Millionlar xonasida 4 bor ekan. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10.000lar, 100.000lar. 100.000lar xonasida 2 ga. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10.000lar. 10.000lar xonasi 8 ekan. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar. Minglar xonasi 1 ekan. Birlar, o'nlar, yuzlar, yuzlar xonasi 4 ekan. Birlar, o'nlar xonasi 8 ekan. Va birlar xonasi 7 ekan. Oxirdan boshlab yozamiz, qaranglar. Birlar xonasi 7. O'nlar xonasi 8 dedik. Birlar, o'nlar, yuzlar xonasini 4 dedik. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar xonasida 1 dedik. Minglardan keyin 10.000lar kelishi kerak. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10.000lar xonasi 8 ekan. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10.000lar, keyingisi 100.000 bo'lishi kerak. 100.000lar xonasi 2 bo'ladi. Keyingisi birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10.000lar, 100.000lar, millionlar xonasi 4 ekan. Mana javob chiqdi. Taymata yozishim shart emas. Agar orada bittasi yo'q bo'lib qolsa, mana birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10.000lar bo'ldi. Bu yo'q bo'lsin. Keyin millionga o'tib ketsa, buni o'rniga 0 yoziladi. Shunga bunisi mana, buni ham ishlaylik. Birlar xonasi 3 ekan. Birlar, o'nlar xonasi 2, 4 ekan. Birlar, o'nlar, yuzlar xonasi 2 ekan.
birlar, o'nlar, yuzlar, keyin minglar yo'q bo'lyapti. Qaranglar, mingligi yo'q bo'ldi. 'ning o'rniga 0 yozamiz. 10 minglarga o'tib ketyapti, 10 minglarga 3 ta olaveramiz. Yo'g'iga 0 yozaveramiz. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 minglar, 100 ming. Navbat bilan kelsa o'sha raqam yozilaveradi. Agar orada bittasi tashlab ketilsa, uning o'rniga 0 yozilaveradi. Tushundingmi? Yaxshi. Xo'p, keyingisi masala ekan. To'qson uch. Fermer xo'jaligida birinchi kuni 125 tonna. Qaranglar, yozilishga e'tibor beramiz. Birinchi kuni 125 tonna. Masala ishlayotganlarida doim ham o'qib, ham yozib borlar. Birinchi hammasini o'qib olib, keyin yana ikkinchi marta o'qib, bunaqa qilib yurilmaydi. Ham o'qiladi, ham yoziladi. Har bir ma'lumot yozib olinishi kerak. Fermer xo'jaligida birinchi kuni 125 tonna, ikkinchi kuni birinchi kundagidan 42 tonna ko'p kartoshka terildi. Demak, ikkinchi kuni birinchi kundagidan, ya'ni 125 dan 42 tonna ko'p kartoshka terildi. Demak, ikkovini qo'shsam ikkinchi kun chiqadi. Uchinchi kuni esa ikkinchi kundagidan 28 tonna ko'p kartoshka terib oldi. Uchinchi kuni esa ikkinchi kundagidan, ikkinchi kunni hisoblaylik, uning uchun 125 ga 42 ni qo'shishimiz kerak. 7 6 1. Demak, 167 bo'lyapti. Ikkinchi kundagidan, ya'ni 167 dan 28 tonna ko'p kartoshka terib oldi. 3 kunda jami nechta tonna kartoshka terib olindi deyapti. Qaranglar. 167 ga 28 ni qo'shsam 3-kun chiqadi. 7 ga 8 qo'shamiz 15, 5 ni yozamiz 1 dilda. 6 ga 10 dildagi 8, dildagi bilan 9 1. Demak, 3-kuni 195. 3 kunda jami qancha deyotgan bo'lsa, birinchi, ikkinchi va 3-kundagilar hammasini qo'shib qo'yishimiz kerak. 125 qo'shilgan 167 qo'shilgan 195. Uchovini qo'shaylik ham. 125 ga 167 ni, keyin 195 qo'shamiz. 5 ga 7 ni qo'shsak 12. 12 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak 17, 7 ni yozamiz 1 dilda. 2 ga 8, 2 ga 6 ni qo'shsak 8, 8 ga 9 17. Dildagi bilan 18, 8 ni yozamiz 1 dilda. 1 1 1 3 bo'lyapti, dildagi bilan 4. 487. 487 chiqyapti. Shunga yaxshi bitta qarab qo'yaylik. Ovoz yozib olmayapti, ekran ko'rinyapti, ovoz ham eshitilyapti. Bo'ldi. Davom ettiramiz. Qaranglar, yana bitta masala bor ekan, unisini qoldiraman endi. Asosan mana shu yerda ikkita misollar qolibdi. Qausliklarni ishlaylik. (96) Qaranglar. B yozaman. 9 9 1. 9 9 qo'shilgan 4 7 0 1. 7 0 1 qo'shilgan 20 200. Xo'p, hammamiz o'rganganmiz, qausni ichi birinchi ishlanadi deb o'rganganmiz. Lekin aslida faqat qo'shishdan iborat bo'lsa, yana qaytaryapman. Faqat qo'shishdan iborat bo'lsa, qausni ichini birinchi ishlashadi emas. Xohlaganimiz birinchi ishlayveramiz. Birdaniga uchovini ishlab ketsak ham bo'laveradi. Endi qaranglar, bunda bu misolda kecha osonroq ishlash yo'li ham bor. Ya'ni qausni butkul tashlab yuboraylik. Qaus tashlab yuborsak bo'laveradi. Faqat qo'shishdan iborat bo'lsa. Endi qaranglar. Biz hozir birinchi xohlasak birinchi bu ikkovini hisoblaymiz. Xohlasak birinchisi bilan oxirgisini hisoblaymiz. Birinchi buni hisoblaylik. Nimaga? Chunki 9 ga 1 ni qo'shsa 10 bo'ladi. Va natijada soddaroq son hosil bo'ladi. Oxir 0 bilan tugaydigan sonlar qo'shish osonroq bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holatda qaranglar. 9 9 9 9 ga 1 0 7 4 ni qo'shyapmiz. 9 ga 1 ni qo'shsa 0, 10 0 ni yozamiz bir dilda. 9 ga 0 ni qo'shsa 9 bo'ladi. Dildagi 1 ni qo'shsa 0 bo'lib qoladi. Yana bir dilda. 9 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak 16, dildagi 18, 8 ni yozamiz bir dilda endi. 9 ga 4 13, dildagi 14. Endi buni o'rniga yozaman. 1 4 8 0 0
qo'shilgan 2 0 2 0 0. Endi bularni aytib yozaman. 1 4 8 0 0 ga 0 0 2 0 2 ni qo'shamiz. 0 bo'ladi. Bu ham 0 bo'ladi. 8 ga 2 ni qo'shsak 10. 0 ni yozamiz 1 dildagi. 4 ga 0 ni qo'shsak 4 dildagi bilan 5. 1 ga 2 ni qo'shsak 3. Demak 35 bo'ladi. Mana. Qo'shish nisbatan osonroq bo'ladi. Ya'ni oxiri 0 bilan tugaydigan, qo'shsak 0 bilan tugaydigan bo'ladiganlar birinchi qo'shib olgan yaxshi. Misol uchun, bunisida ham mana ikkovini birinchi qo'shib olgan yaxshiroq. Bunisida ham mana 69999 ga 1001 deb qo'shib olgan yaxshiroq. Tushundingmi? Keyingisi endi. Xo'p, bunda yana bittasini ishlab qo'yaylik yetadi. Guess'ni ishlaylik. 97. Guess. Oxiri qo'shsak 0 bilan tugaydigan bo'lsa, o'shalarni birinchi qo'shib olgan yaxshiroq bunday. Qaranglar. 245 ga 855 qo'shaman. Chunki 5 ga 5 qo'shsam 0, oxirgi raqam 0 bo'ladi. 511 ga 89 qo'shaman. Xo'p, 511 ga 89 qo'shaylik. 1 ga 9 qo'shsak 10, 0 ni yozamiz 1 dilda. 1 ga 9 qo'shsak 9 dildagi, 1 ga 8 qo'shsak 9 dildagi bilan 10, 0 ni yozamiz yana 1 dilda. 5 ga dildagi qo'shilarga xolos 600. Endi 245 ga 855 qo'shamiz. 5 ga 5 qo'shsak 10, 0 ni yozamiz 1 dilda. 4 ga 5 qo'shsak 9 dildagi bilan 10, 0 ni yozamiz 1 dilda. 2 ga 8 10 dildagi 10. Demak, bittasi 600 bo'lyapti. 600 qo'shilgan keyin 1100. 600 ga endi 1100 qo'shsak 1700 bo'ladi. Qo'shish oson bo'ladi, osonlashadi. Demak, oxiri 0 bilan tugaydiganlarni qo'shgan yaxshiroq. Endi 98 ga qaranglar. Hop, boshdagilar oson. Bulardan boshlab hisoblab ketamiz. Birinchi, mana bu A-ni ishlaylik, keyin E-ni ishlaymiz. 98. A-ni ishlaylik. Bundan qanday usuldan foydalanishimizni ko'rib olamiz va o'shanga asoslanib qolganlarini ham ishlaymiz. 18 qo'shilgan sig'madi-yu. Yo'q, sig'ishi kerak, sig'masa qiyin bo'ladi. Tushunishimiz. o'n birdan 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 plus 16 plus 17 plus 18 plus 19 plus 20. Qaranglar, shuni hisoblaymiz. Birinchi bo'lib qo'shadiganimiz, qaranglar, belgilab olaman. 11 ga 20 ni qo'shaman. Necha bo'ladi? 31 bo'ladi. Keyin 12 ga 19 qo'shaman. Bu ham 31. 13 ga 18 qo'shaman. Bu ham 31. 14 ga 17 ni qo'shaman, 31. 15 ga 16 qo'shaman, 30. Demak, hozir faqat 31 lar hosil bo'lyapti xolos. Demak, 31 lar soni sanasam bo'ldi. 11 bilan bitta 31, 12 bilan, 13 bilan bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta 31 hosil bo'ldi xolosmi? 31 kara 5 deb qo'ysak bo'ldi. 31 da endi 5 ga ko'paytiramiz. 5 kara 1 5, 5 kara 3 15. 155. Bo'ldi, javob chiqdi. Xo'p, endi keyingisi murakkabroq ko'rinayotgan E'sini ko'ramiz. 94 plus 90, 84 plus 74 plus nuqta davom etyapti. 24 plus 14 plusdan 4. Shunaqa holatda ketyapti. Endi qaranglar. Bu nuqta qo'yib qo'ygani har holda 94, 84, 74 qilib ko'plar yozib chiqmaydi. O'sha oralig'ida bor, xuddi shu ketma-ketlikda ketyapti degan. Endi qaranglar. 94 ga 4 ni qo'shaman. 98 bo'ladi. 84 ga 14 qo'shaman. Bu ham 98 bo'ladi. 74 ga 24 qo'shaman. Bu ham 98. Va ichkarida bor 64 bilan 34 bor. U ham 98. O'shaqa 98 dan nechtaligini topsak bo'ldi. Qaranglar. 94 bilan 4 bitta bo'ladi. 84 bilan 14 ikkinchisi. 74 bilan 24 va pastay ketaveramiz. 64 bilan 34 to'rtinchisi bo'lyapti. Va 54 bilan 44 bu 5-chi bo'ladi. Demak, nechta ekan? Bo'ldi, shu bilan tugaydi. Oxiri o'rtada 54 bilan 44 bo'lyapti. Uni ham qo'shsak 94 beradi va shu bilan tugaydi.
5 ta hosil bo'lyapti xolos. Demak, o'sha 98 ni 98 chiqyapti. Ko'paytirib qo'ysak 5 ga yetarli bo'ladi. 98 ko'paygan 5 ni hisoblaymiz. 5 ga 8 40 ni yozamiz 4 dilda. 5 kere 9 45 dildagi bilan 49 bo'lyapti. 490. Bo'ldi, javob chiqdi. Shunga endi molardan oldin bajardik, o'shuning uchun bitta kattalashtirish o'ziga yozib qo'yamiz. Qaranglar, 7 kere 1 bo'layotgan bo'lsa, bu birlar xonasi. Javob ishlaydiga. 4 kere 10 bo'layotgan bo'lsa, bu 4 o'nlar xonasi. 3 kere 100 bo'layotgan bo'lsa, 3 yuzlar xonasi bo'ladi. 4 kere 1000 bo'layotgan bo'lsa, minglar xonasi bo'ladi. 7 kere 10 ming bo'layotgan bo'lsa, 10 minglar xonasi bo'ladi. Mana javob. Keyingisi mana. 5 1 turibdimi? 5 kere 1 xolos endi. O'zi yakka bo'layotgan uchun birlar xonasi. 90 bo'layotgan bo'lsa, 9 o'nlar xonasi bo'ladi. 200 bo'layotgan bo'lsa, 200lar xonasi. 3000 bo'layotgan bo'lsa, 3000lar xonasi. 60 ming bo'layotgan bo'lsa, 6 10 minglar xonasi. 500 ming bo'layotgan bo'lsa, 5 yuzlar xonasi. 1 million bo'layotgan bo'lsa, 1 millionlar xonasi bo'lib qoladi. Bu ham xuddi shunaqa mana. 1 ni olamiz. O'nlar xonasiga 3 ni olamiz. Yuzlar xonasiga 7 ni olamiz. Minglar xonasiga 6 ni olamiz. Hop, 10 minglar xonasi yo'q ekan. 6 dan keyin 600 mingga o'tib ketibdi. Demak, 0 ni olib turib keyin olamiz. Chunki bu 100 minglar xonasiga o'tish kerak. Tushundingmi? Yaxshi. Xo'p, bunisini ham ishlab qo'yaylik. Xohlaganimizni birinchi hisoblab olamiz dedik. Bu ikkovini hisoblaganimiz yaxshiroq. Qaranglar, taymada yozib hisoblang. 7 ga 2 3 qo'shishimiz kerak. 7 ga 3 qo'shsak 10 ni yozamiz bir dilda. 7 ga 2 ni qo'shsak 9, dildagi bilan 10 ni yozamiz yana bir dilda. 7 ga 2 ni qo'shsak 9, dildagi bilan 10 ni yozamiz yana bir dilda. 7 ga 2 ni qo'shsak 9, dildagi bilan 10. Demak, 3 3 5 5 qo'shilgan 10 ming bo'lib qolyapti. 10 mingga 3 ming 33 mingni qo'shyapmiz ekan. 33 ming emas. 1 2 3 4 1 2 3 4. 10 mingga 3 3 5 5. 3350 ni qo'shyapmiz ekan. Natijada 1300 13355 bo'lib qoladi. Tushundingmi? Xo'p, endi qaranglar, bunga o'xshagan misolga endi bak. 122, 124, 126, 128, 130, basini ishlab qo'yamiz. 138 gacha. Qaranglar, 138 ga 122 ni qo'shamiz. Taymataga qo'shyapti. 0 1 dilda. 3 ga 2 ni qo'shsak 5 dildagi bilan 6. 1 ga 1 ni qo'shsak 2 260. Endi 124 ga 136 ni qo'shamiz. 0 1 dilda 2 3 qo'shsak 5 dildagi bilan 6 2. Bu ham 260. 126 ga 134 ni qo'shamiz. Bu ham 126. 128 ga 160 260 degani. 132 ni qo'shaman. Bu ham 260. O'rtada bitta 130 qolib ketyapti xolos. Demak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta 260 bor ekan. Bunaqada 260 ko'paygan 4 va bitta 130 qolib ketyapti. Qo'shilgan 130 ni. Mana shuni hisoblab qo'ysak bo'ladi. 260 ni demak, hozir men 4 ga ko'paytirishim kerak. 4 kere 0 0, 4 kere 6 24 4 dan 2 tilda, 4 kere 2 8 dildagi bilan 10 bo'lyapti. 1040 qo'shilgan 130. Endi 1040 ga 130 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 0 7 1 1. 1 1 7 0 bo'lyapti. Mana javob chiqdi. Tushundingmi? Shunaqa holatda ketaveradi. Ikki o'chakkadan o'rtaga qarab qo'shib borsak bo'ladi. Faqat qo'shishni iborat bo'lsa, xohlagan joyimizga qo'shsak bo'ladi. Bo'ldi, bag'ay keyingi mavzu ekan. Yaxshi. Yozib olishni to'xtataman.